Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 19-noyabrda kengaytirilgan yig'ilishining 93-son bayonida topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida institutimizda registrator ofis faoliyati yo'lga qo'yildi. Demak, registrator ofis faoliyatini yo'lga qo'yishdan asosiy ko'zlangan maqsad nimalardan iborat? Birinchi navbatda institutimiz talabalari hamda professor o'qituvchilariga yengillik yaratish maqsadida o'quv jarayoniga oid barcha qonun osti hujjatlarini raqamlashtirilganligi. Ya'ni bevosita talabalar endi fakultetga yoki bo'lmasam dekanatlarga uchramasdan, fakultetlarga uchramasdan to'g'ridan to'g'ri registrator ofisga kelib, mana shu ta'lim jarayoniga oid xizmat ko'rsatish sohasi yoki bo'lmasam ta'lim jarayonidagi muammolarni bevosita bizni registrator ofisimizda hal qilib ketish imkoniyatlari ham mavjudligi. O'z navbatida biz registrator ofis faoliyatida demak ikki bo'limdan iborat. Birinchisi ma'lumotlar bazasi bo'limi hamda xizmat ko'rsatish bo'limidan iborat. Va biz ma'lumotlar bazasi bo'limida biz o'z navbatida institutimizni professor o'qituvchilari hamda talabalariga 20 dan ortiq xizmat turlarini ko'rsatamiz. Xizmat ko'rsatish, ya'ni frontal ofis bo'limida esa talabalarimizga bevosita 24 turdagi xizmat turlarini ko'rsatish imkoniyati mavjud.